Xabaringiz bor, 2025-yil 25-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Soha rivojida tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan mazkur hujjatda chegara bojxona postlari orqali harakatlanayotgan yo'lovchilarga qator qulayliklar nazarda tutilgan. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 25-mart kuni qabul qilingan davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan 2025-yil 1-noyabrdan boshlab o'tkazish punktlari orqali harakatlanayotgan yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasining mobil ilovasi amaliyotga joriy etiladi. Ayrim holatlarda yo'lovchilarning bir qismi yonlarida cheklangan yoki belgilangan normalardan ortiq tovarlarni olib o'tishayotganligi sababli yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirishadi. So'nggi 3 yilning o'zida deklaratsiyalar uchun salkam 2 tonna qog'oz sarflangan. Qolaversa, deklaratsiyani bevosita postning o'zida qog'ozda yozma tarzda to'ldirish uchun yo'lovchi o'rtacha 5-10 daqiqa vaqt sarflaydi. Bojxona xodimi ham o'z o'rnida deklaratsiyalardagi ma'lumotlarni qo'lda tegishli axborot tizimlariga kiritadi va bunga ham vaqt sarflanadi. Yo'lovchi bojxona deklaratsiyalarining mobil ilovasi fuqarolarga quyidagi qulayliklarni beradi. Birinchi navbatda chegarani kesib o'tishdan avval yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini elektron taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Natijada fuqaro chegaraga kelgan vaqtda ortiqcha ushlab qolishlar oldi olinadi. Ya'ni bugungi kunda yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini qog'oz shaklda to'ldirib, bojxona organiga fuqarolarimiz taqdim etmoqda. Bojxona organi ularni elektron dasturga ro'yxatga olgandan so'ng fuqaroning qo'l yuklari va bagajlarini tekshirishni boshlaydi. Mobil ilova orqali bu jarayon soddalashtiriladi, ya'ni deklaratsiyani ro'yxatga olish avtomatlashtiriladi. Bojxona xodimi tomonidan ma'lumotlarni axborot tizimiga kiritish ehtiyoji qolmaydi. Bundan tashqari, yo'lovchilarga qulayliklar yaratish maqsadida mobil ilovada yo'lovchining pasport raqamini kiritish orqali avtomatik to'ldirish imkoniyati ham yaratilgan. Endi yo'lovchilar o'zlariga qulay vaqt va joyda telefonlari orqali yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirib, bojxonaga elektron tarzda taqdim qilishlari mumkin bo'ladi.